Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 2 xalqaro fan olimpiadasiga mezbonlik qilmoqda. Urganch 2030 xalqaro fan olimpiadasi 2 marotaba o'tkazilayotgan bo'lsa-da, bunda nafaqat o'zbekistonlik, balki xalqaro miqyosdagi talabalar ham ishtirok etmoqda. Jarayonlarni birgalikda tomosha qilamiz. Olimpiadaga Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali mezbonlik qildi. Mazkur olimpiadada Rossiya Federatsiyasi, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Qoraqalpog'iston, shuningdek, O'zbekistonning turli oliy ta'lim muassasalaridan 300 dan ortiq iqtidorli talabalar ishtirok etdi. Olimpiadaning asosiy maqsadi tibbiyot sohasida ta'lim olayotgan talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, xalqaro ilmiy hamkorlikni yanada mustahkamlashdan iborat. Bilim va mahoratni sinovdan o'tkazish, yosh tibbiyot sohasidagi liderlarni kashf qilish uchun tashkil etilgan bu olimpiada madaniy tadbir bilan boshlandi. Bu dasturning har bir lahzasi mehmonlarda iliq taassurot qoldirdi va olimpiadaning tantanavor ruhini ifoda qildi. Ushbu tadbirda nafaqat yurtimizning oliy o'quv yurtlari vakillari, balki xalqaro miqyosda faoliyat yuritayotgan universitetlarning eng iqtidorli talabalarining ishtirok etayotganligi tadbirning global ahamiyatini ochib berdi. Madaniy chiqishlarda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabalari tomonidan millatlararo bag'rikenglikka bag'ishlangan raqs va qo'shiqlar ijrosi yurtimizning xalqaro hamkorlik aloqalarining mustahkamligini ko'rsatdi. Urganch 2030 2 xalqaro fan olimpiadasi natijalarini baholab borish uchun hakamlar hay'ati jamoasi respublikamizdagi va xalqaro professorlardan tashkil topgan. Ular har bir ishtirokchining bilim darajasini shaffof baholab borish orqali eng bilimli va iqtidorli talabalarni aniqlashadi. Я очень рада, и это для меня очень большая честь. Bu olimpiadada hakamlar hay'ati a'zosi sifatida Rossiya Federatsiyasidan taklif etildim. Men ichki kasalliklarni davolash yo'nalishida professorman. Tibbiyot yo'nalishida talabalarning yelkasida katta mas'uliyat bo'ladi. Ular inson salomatligini yelkasiga olib, mas'uliyatni his qilishlari kerak. Bunda mana shunday olimpiadalarning o'rni katta. Dunyoning u burchagidagi bemorni bu burchagidagi shifokor bemalol davolay olishi kerak. Ana shu olimpiada orqali biz buning isbotiga guvoh bo'lyapmiz. Tilimiz boshqadir, madaniyatimiz farq qilar, ammo tibbiyot sohasi vakillari bir xil maqsadda inson salomatligini saqlashga harakat qiladilar. Buyuk ajdodlarimiz, buyuk mutafakkirlar o'tgan Xorazmda katta bir tibbiyot yo'nalishidagi talabalarni olimpiadasida ishtirok etyapmiz. Bu yerda mana shu tibbiyotimizni bir necha yo'nalishlarda talabalarimiz o'zlari olgan bilimlarini sinovdan o'tkazishadi. Hozir guvoh bo'lganimizdek, nafaqat O'zbekistondan, balki shu dunyoni yetakchi institut, universitetlaridan hozir mana talabalar qatnashyapti. Biz barcha talabalarga bugungi olimpiadada omadlar tilab qolamiz. Men o'zim mana shu bugungi olimpiadada hakamlar hay'ati sifatida qatnashyapman va albatta mana shunday olimpiadalarni shaffof, talabalarimizga motivatsiya berish ruhida o'tkazishda biz ham
o'z mehnatimizni ayamaymiz. Bugungi olimpiada uchun barcha tashkilotchilarga o'zimizni rahmatlarimizni aytamiz. Olimpiadaga tayyorgarlik juda ham katta bo'lgan va yuqori darajada olib borilyapti. Bu olimpiadada albatta eng aktiv, bilimli, saralangan talabalarimiz ishtirok etyapti va bularda kelajakda albatta dunyo olimpiadalarida qatnashuvchi, kelajakda tibbiyotimizga o'zini hissasini qo'shadigan bilimli kadrlar chiqishiga albatta ishonamiz va bunaqa olimpiadalar mana shunday kadrlarni tayyorlashda juda ham katta bir omil sifatida xizmat qiladi. Olimpiadada savollar xalqaro standartlar asosida tuzilgan bo'lib, ularni baholash uchun ham alohida mezonlar ishlab chiqilgan. Har bir talaba o'z ixtisoslashuvidan kelib chiqib imtihonda qatnashadi. Savollar ingliz, rus va o'zbek tillarida tuzilgan bo'lib, bu talabalar uchun qulaylik yaratishga xizmat qiladi. Mana bugun Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida navbatdagi ikkinchi xalqaro tibbiyot oliygohlari talabalari o'rtasidagi olimpiada o'tkazilmoqda. Endi filialimizning, oliygohimizning bunga tarixiy tayyorgarlik ham bor, chunki bu ikkinchi xalqaro olimpiada hisoblanadi. Bugungi kunda 300 dan ortiq nafaqat respublikamizning oliy o'quv yurtlari, balkim Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiyalardan ham talabalar va ularning o'qituvchilari qatnashmoqda. Ichki kasalliklarni aytadigan bo'lsak, 22 talaba faqat 3 o'rin uchun bahs olib borishadi. Juri sostavidan ham mana Rossiyadan 2 professor, Buxorodan, Samarqand tibbiyot institutidan jurilar kelgan. Bu xalqaro olimpiadada faqat do'stlik, bilim yutadi deb hisoblayman. O'ylaymanki, xalqaro olimpiada juda yuqori saviyada o'tadi. Kim qancha ball yig'gan bo'lsa, shunga qarab o'rinlar belgilanadi. O'rin olgan talabalarning imtiyozlari juda katta, ularning fanlarni, yo'nalishlarini tanlashda, ularning oliygohida xalqaro olimpiadada talabasi g'olib bo'lgandagi reytingining yuqori bo'lishi va asosiy bilim ko'nikma do'st orttirishdan iborat bo'ladi. Olimpiada 3 bosqichdan iborat bo'lib, talabalarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Dastlabki bosqichda ishtirokchilar o'z bilimlarini test sinovlarida namoyon qilishdi. Keyingi bosqichda savol-javoblar orqali talabalar mantiqiy fikrlash va bilimlarini erkin ifoda etish qobiliyatlarini ko'rsatishdi. Yakuniy bosqichda esa eng qiziqarli va amaliy qism vaziyatli masalalar bo'ldi. Bu bosqichda ishtirokchilar chinakam hayotiy vaziyatlarni tahlil qilishda o'zlarini sinab ko'rishdi. Urganch 2030 olimpiadasida ishtirok etish uchun farmakologiya fanidan tashrif buyurdim. Birinchi bosqichimiz bizda test bosqichi bo'lib o'tdi. Testda 25 ta savoldan iborat ekan. Hozirda birinchi bosqichdan biz chiqdik. Taassurotlar a'lo darajada. Endi ikkinchi bosqichda hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Olimpiada homiylari juda ham bizani yaxshi kutib olishdi. Mehmonxonalarga joylashtirishdi va biz olimpiadaning ochilish marosimida ishtirok etdik. Madaniy tadbirlarda ishtirok etdik. Madaniy tadbirlarda juda ko'tarinki kayfiyat oldik. Bu yerda ko'plab institut talabalari bilan tanishdik. Biz bu olimpiadadan ko'zlagan maqsad faqatgina kelib biz o'zimizni bilimimizni sinab ko'rish emas, do'stlar orttirib, fikrlarimizni hamjihatlikda bo'lishni maqsad qilganmiz. Chet eldan tashrif buyurgan talabalar bilan biz hozir muloqot jarayonida ularni dars jarayonlari bilan o'zlarimiz dars jarayonlarini solishtirib, fikr almashdik. Bu olimpiadada bo'layotgan jarayonlar menga juda ham yoqdi. Almaty qalasidan Qozoq Ulug' meditsina universiteti Asfenderov atындағы Өзім 3-ші курс студенті, педиатрия факультетінде оқимын. Бүгінгі Urganch 2030 жобасы бойынша өтіп жатқан халықаралық олимпиадаларыңызда бірінші рет қатысып тұрмын. Әсер ең жақсы, күшті, гәп жоқ. Алдағы уақытта сіздерге жемісті де жеңісті күндеріңіз көп болуларын тілеймін. Сауалдар жақсы, тесттер барлық орында, өз білікті мамандармен істелгені көрініп тұр. Сондықтан бұл жерде біреуге қиын, біреуге оңай болып көрінуі мүмкін. Бірақ сондықтан да бұл тесттердің, сауалдардың орны, өзіндік орны бар. Және де бұл тесттер менің ойымнан шықты. Және де оған жауап бере алдым деген ойдамын. Ал нәтижесін әрине біз қазылар арқасы жюрилардан біле аламыз. Өзім жалпы жеңісті орындарға және де әлбетте бірінші орынға ниеттімін. Mazkur olimpiada nafaqat bilimni sinovdan o'tkazish, balki madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash, hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va yosh mutaxassislarni ruhlantirish uchun xizmat qiladi. Yana bir muhim jihat, imtihonning birinchi bosqichidan belgilangan ko'rsatkichdan kam natija to'plagan ishtirokchilar ikkinchi bosqichda ishtirok eta olmaydi. Bu orqali bilimli talabalarni saralash maqsad qilingan. Xalqaro olimpiada bu katta
maqomga ega bo'lgan olimpiada. Bu dunyodagi barcha eng iqtidorli talabalarni bir joyda jamlab, ularni bilimini baholash olimpiadasi. Jami bizani oliy ta'limimizdan 60 dan ortiq iqtidorli talaba kafedra bosqichida, institut bosqichida, oliy ta'limimiz bosqichida olimpiada o'tkazdik va shu yerda eng zo'rlarni, eng iqtidorlarni tanlab oldik, saralab oldik va hozir eng nufuzli bo'lgan xalqaro eng katta bosqichga o'tyapti. Bizda masalan xalq tabobati misolida oladigan bo'lsak, 3 etapda olimpiada olib boriladi. Jami 100 ball olgan talaba birinchi o'rinda belgilanadi va shu ballarga qarab o'rinlarni belgilaymiz. Olimpiada yakunida yuqori natijalarni qo'lga kiritgan talabalar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Yo'nalishlar bo'yicha har bir ishtirokchi o'z qobiliyati, bilimi va iqtidori bilan bir-biridan ajralib turdi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabalari ham olimpiadada munosib ishtirok etib, yaxshi natijalarni ko'rsatishdi. Учусь в этом институте, Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 3-й курс, лечебный факультет. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali davolash ishi yo'nalishi talabasiman. 3-bosqichda o'qiyman. Men bu xalqaro olimpiadada ilk marotaba ishtirok etyapman. Natijalarim esa yaxshi. Nazariy, amaliy qismlardan bilimlarimni tekshirib oldim. Ko'plab do'stlar orttirdim. Bizning bu darajaga erishishimizda tibbiyot sohasiga qaratilgan e'tiborning va professorlarning o'rni katta. 3 bosqichda ham natijalar e'lon qilindi. Faxrli o'rinlarni egalladik. Olimpiada davomida biz xalqaro talabalar bilan birlashdik. Ular bilan fikr almashdik. Xulosam shu bo'ldiki, bizning oramizda katta tafovutlar yo'q. Ularda ham bizda ham tibbiyot yo'nalishini rivojlantirishga qaratilgan e'tibor katta. Buni natijalar ham isbotlamoqda. Muhimi biz o'zlashtirgan bilimimiz bilan insonlar sog'ligini asrash uchun xizmat qilishimizdir. Ushbu olimpiada nafaqat bilimlar sinovi, balki millatlararo do'stlik, hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tadbirdir. Olimpiadaning tashkil etilishidan ko'zlangan asosiy maqsad ham yosh mutaxassislarning bilim va ko'nikmalarini baholash, tibbiyot sohasida innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash va kelajak avlod shifokorlarini tayyorlash jarayoniga hissa qo'shishdir. Shuningdek, tadbir orqali talabalarga o'zaro tajriba almashish va turli mamlakatlarning sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha bilim olish imkoniyati ham yaratildi.